Assalomu alaykum hammaga. Men video chiqarishimdan maqsadim opa-singillarimizga video chiqaryapman. Yetib kelgan joyingiz qayerligini bilasizmi? Yetib kelgan joyingiz mana shu больница. Shu больница bo'ldi. Yetib kelgan joyingiz. Sizni yaxshi ko'rishmayaptimi? Siz ham yaxshi ko'rmang. Nimaga bo'lsa asabiylashishni keragi yo'q. Bir tarafingiz uyushib, infarktga, insultga yaqin bo'lib kelishingiz keragi yo'q bu yergacha. Mana azob totyapmiz, olyap turgan ukollarimiz. Mana. O'zlaringni ehtiyot qilib, vaqtida ovqatlanib, vaqtida asablaringni ehtiyot qilinglar. Sog'likni yo'qotib qo'ymanglar deb chiqyapman. Siz yomon deyishyaptimi? Ular uchun siz ham yomonsiz. Siz uchun ular ham yomon. Sizni qadringizga yetishmayaptimi? Siz o'zingizni qadringizga yetishni o'rganing. Mana biz asab kasalliklarida yotibmiz. Nerv patologlar hozir bizni davolashyapti. Men nima demoqchiman ayollarga? Nima demoqchiman? Aytmoqchi bo'lganim, vaqtida o'zingizni qadringizga yeting. Vaqtida o'zingizni ehtiyot qiling. Vaqtida bir tarafingiz ishlamay, insult bo'lmasdan burun o'zingizni ehtiyot qiling demoqchiman. Vaqtida. Siz kasal bo'lganingizdan keyin farzandingizga ham, eringizga ham kerak bassiz. Sizni sevishmayaptimi? Siz ham sevmang. Sizni qadrlamayaptimi? Siz ham qadrlamang. Faqat o'zingizni ehtiyot qiling. Ehtiyot qiling deganda faqat o'zingizni sog'lig'ingizga qarang. Mana ukol dorilarni olyapmiz. O'zlaringni ehtiyot qilinglar.